kiloluk unumuz. Onun sütü bek yaxşı çıkıptı. Ananki bugün muş bizning unlarni sotadigan To'ptaqich bozorga savdogarlar ketdiki. Muş unlaringlarniki Qarmayda, Urumchi setilishi bek yaxshi bo'ladida deydi. Haras direktor ananki yana bir taklif bo'lib qoldi. Muş 10 kiloluk unni 5 kiloluk, unanki 2,5 kiloluk bir ishlab bergan bo'lsanglar qanday bo'ladi deydi. Voy. Bu nəhayət yaxşı təklif fikir oldu bu. Bizning unimiz haqiqatan yaxshi fikir. Bu xəridarlarning bu təklif fikrini çoxum o'rnimizaq bo'lmaydi. Shuning uchun mushu 5 kilolukdan, 2,5 kilolukdan biz sınaq darajada har birisidan biz 20 ming taldan bir ishlab chiqarib baqamdiq ya. Unda bo'lsa, men o xaltiniki loyihasini loyiha bo'limidagi bolalarga topshiray. Undan keyin bitgandan so'ng men sizga bir ko'rsatay. Bo'ladi ukam, bo'ladi. Hey, ukam, yaqinda siz bak charchab ketib borsiz. Ma'rifatni kelib, menga ozdir ko'pdir qarish bergan bolam desam, u faqat kagil unimida. Siz bunda charchab ketsangiz bo'lmaydi. Shuning uchun yaxshiroq qizvoldim birini taklif qiling ukam. Sizning ushaq-ushaq ishlaringizga achincha yordamda bo'lsin. Men zavodga bolalarni bak charchab ketib bordi. Ishlar bak besib oldi. Shuningga 5 bola qabul qilib ukam. Ularga achincha yordam bo'lsin, jima? Ukam, bug'doydan keladigan vaqtimi bo'lib qopti. Men ambaga chiqay. Ma unning 5 kiloluk, 2,5 kiloluk unninki sınaq darajada ishlab chiqaradiganligimizni bizning vakolatchilarimizga To'ptaqtirganlarga xabardor qilib qo'ying. Juma? Bo'ldi, ma'qul direktorindas. Men chiqib ketdim. Ma'qul ukam, avara bo'ldingiz, ha? De bu zılalının neç bol? Ama 10 kiloluğu 40 koy. 40 köy dediniz ha? 新疆农信收款40元。 Evet koydum ben çıkaralım. Allah rahmet eylesin. Oy. İmran balam keldiniz mi? Yaxşı mı aça? Nergize küçük kalmadı ha? Ben nakmış doğruluk sizle köreşkil geldim aça. Ha. Nergizeni yerim yolda. Başkalar bulup gitti aça. Bulat gitti demsiz? Oy. Çaşakımı kalsın cimdetsiz. Çakçakımı deme aça. Nergizenden ben Nurgul dayak yolda aça. Sizde kalayım kan aldım görep kamusunda büyük verip üzgüzümü züğütüp de ciddi sizden az geldim aça. Bu ne mi degin ağız bu? Bu telefonu tutturdun mu? Vay balam kan. Ben ay yol dikergece sürüştüğe aça. Birisine azırak tonu yuttum da sürüştüysem. Nergizeni bulup ketken balına ısmıyor Rifatken. Kızlalma uzağından lobuna reyim diye adamla oğul edeydi aça. Boz bir sürüştürüp bakayla da sizden. Nergizen bir eş top kanmaz aça ha. Ağzına sıçtılar. O yayı bol sıran ettemde bunu çıkmadı gitti bu bana. Ay çırağın da ekber sak parayla. Dükkanı takamdık ya aça. Koştular bana kırdım yanına. Bulan. Nergize. Saqlab ketdinglar. Ha, qandoq qilyapsiz? Yaxshi-ku berdim, lekin sizdek yaxshi berolmadimki deyman. Albatta shunday qiladi-da. Men nima degan bilan ishkirga donliq oliy maktab bitirgan to'sam. Dimsim shu qarashdilar. Kelishgan qavmingizga aql-parastingiz yushirgandek qildi. Voy bu shoirlardek taraflatingizga deyman, odam hayajonlantiradi. Qo'sqingizmi ochqanda, tomoq yemdi. Lekin yana sizni avor qilamanmi? Hisobmi qolgansiz? Mana. Rahmat. Hech qisi yo'q. Men siz uchun avaro o'g'il kelgan to'sam, ha? Yurunglar, men tomoqqa dashab o'xshaydigan bir yerni bilman, shu yerga boshlab qo'yay.
Ondan bo'lsa, men bir opam telefon qildi, beka ansirab qolmsin. Uning ustiga telefonim milqib olgan mashinasi tushib qolgan o'xshaydi. Ha, ma. Opam do'konda emas o'xshaydi, telefon oldiga odam yo'q. Yil o'ray bo'ldi. Ha, ma'qul. Ham savol tamoq hamdoq. Mayli. Jira. Mana tamasha. O yandan kızıga emdi çıkılgan baldı. Tesla hanım, bir işlik egemetler. Sizlar Rifat degan bolaning dadisi bo'lamda? Hemen Rifat darsulma. Ne oldu ya? Bu shunchalar chop-chon karxon boshqargan odam. Bolalarni qanday tarbiyalasizlar? Oy hanım, ne oldu ama gaplarım düşermedim. İnagırap birini desle. Aslında bolaları meni qizimdan qochibdi. Nima deyaptilar? Mening o'g'lim degan oliy maktabni bitirgan bir ziyoli. Unda ishni hargiz qilmaydi. Siz xato ko'rib qolmaganlar? Men xato ko'rib qolgan bo'lsam, shu birinma o'g'illarning Dilyarda bir og'inisi bordi o'xsha. Ba. Shu Dilyar bilan birlashib, meni qizimni yerim yo'ldan olib qochibdi. Hanım, unda demisizlar. Men sizlarga tushundiray ya. Mening o'g'lim atdigan bog'i oldin asl mishadan chiqib, shaharga imtihon bilan kirib ketgan. Sizning qizlarni ozdoqdak vaqtim yo'q. Men sizlarga deb qo'yay. Sizning qizlar mening o'g'limning beshini qaymoqtirib, baxtiga o'tiray demagan bo'lsa bo'ldi juma. Mag'etni deqa. Sizlar bolalar oliy maktabning ziyolisi bo'lsa, meni qizimni toz oliy maktabning ziyolisi. To'xtatizlar. Bu bolalar vaqo bir-birisi bilan tanishgan bo'lsa, yo'li bir bo'lgan bo'lsa, mashinaga sevag'andi. Bunda deb kesir bo'lmaydi jumasizlar. O intan mağadım, gıt kısım intamızı vermey, niminden beni kızımdan küçük yurdu. Hozir öpücüğünü
Öpkünlerini besivasla, onda çarçımışlar. Silmama kızlara tilip vurup bir ahvalını taz obdan bir igelep baksla. Memi oğlum bir tilip vurup bakay. Ben kızımı ne çıktım telefon vurup aldı ben tikken telefonu. Sınıf bir olsa oğlandırga. Dada, Kanda havalan oğlum. yaxshi dada. Ha, imtihanı kıl yakşı bedin mi? Ha, yaxshi badi. Ha, yakşı. Ha, yenip çıktın mı yanlış verdim ha? Ha, yenip chiqdim dada. Vay be, gapning postkallısını demem la deb çıtıldattım ay. Bu boşuna yapkısıl deme, bana bunu aldırma sözüşümüz bu ne? Şimdi yok. Vay kızım nerede iken demem la. Hey balam, Go. ma gaplarını anladın mı? Meyere bir ayal kiripti Azer. Vay menin kızımni sizning oğulları maşinaga besip aldap ep qichib ketibdi deb o'sha beshimni og'ritib so'zladi. Ma nima gap bo'ldi bu? Voy, men apqashmidim. Mashinamni chiqarib oldim shu. Anladingmi? Balam, a qizi endi bormi hozir sizning qishingda? Ha, yenimdi bor. Telefonni bir bere. Ma apsi deganda xotin bilan bir so'zlashib olsin. Tishlama telefonni. Ekaslar, vay. A kızımı versen telefonunu. Hala yapma. Vay kızım ben apam balam. Ha imtihan verdi ama. Ha imtihanı kılayamamaz dedi. Biraz bamandı. Ha yok bir iş olmadı. Kızım senden ensirmem de. Bak oğlan seni. Bu sen gitmegen de ha? O ya ondan şey yok. Voy nim davatli xonne mening telefonimda mening o'g'limning g'aybatini qotilg'o. Men sizga deb qo'yay, mening balam borg'o. Xalqning qizlarini kendidan oldin kelsa oldin ketadigan, xalqning qizlarini bundan ozdiramaydigan bola jima mava. Nima qalamqa so'zlar bu yerda? Vay ben senin oğlanlarını demedim. Ha cemiyetteki eski oğlanlarının gibi kılavatım ha. Jamiyatga o'g'illarning gapini qilgan bo'lsangiz, u gapni hamma jamiyat kirib so'zlashmayapsiz. Ne mening ishxonam kirib meni qoldirib, beshimni og'ritasiz. So'zlashsa işte kerak. Ha gapni az kızlarsın mı? Gap kıyığını koymaydı ki ha. Kızım. Aa bu oğlanlarının çok gapini şirin şeker gaplarga, yalgan yapıdak gaplarga ben işinip gittim. Kendim menip kalmayacağım abalam. Abaldın lerakto. Akaslar tuttum. Kavayımda falan cevap vereyim. Ha balam beslar telefonda. Rifat. Ma gapni angla balam. Bundan keyin bag'o bu yaxshilik deganni vaqo'ma biladi odamga qilimiz juma balam. A qizg'onni vaqo qara. A yerim yo'lda tushirib bilan ketaveraman deb qo'yasan da. Vay ne taşaydı, ne cinim çıkırdı madem. Uy, ne taşaydı, qaysi yerim yolga. Bu sizning gaplariga loyiq gapirmasam bo'lmaydi. Siz jamiyatga balla obadilla. Bu jamiyatga balla qilgan bo'lsa, jamiyatga ballani izlamamlar. Mening ishxonamni nimbasilik berib beshimni og'ritib. Şu cemiyetteki balla eski yerim yolu taşap koysa şu cemiyetteki balla uçuruz kanda kılıla. Voy, hozir ishini oldi bir shopir bor da'vatmamdilar. Shu shopir berib akvas bo'ladi. O maşın mene ekitidi, ballırıca ek etkendikin sağ salamet ya ekip koyup Bunu tasa. gapni qilmay, abiyam gapdan abini aniq anlılığına, qizlari hammani dabadiga sizlarga tushanilig'a. Bo'ldi, beshimni og'ritmay, osti mansla ishga o'choq. Aslı oturakdan otasa, amraqa basma bir kirişke. Ha, mansla ha. Yo, pre. Shirdakli xotinkin ha mava. Uf, hozirgacha juma meni bu. Bu Rifat dahi qizlar aralashqidek bo'pti-da. Qanday bo'ldi acha? Tas qamlashmagan bola ekansiz siz. Nima bo'ldi? Arifa, meni qizimni olib qochmabdi. Aşağıya bardigan yo'li bir ekan, imtihon maydoniga billa olib qo'yibdi. Acha, bu qizingizni men sizning oldingizdan imtihonga o'zim olib qo'yma deb apmangan tursa, Ha. u bolalar yerim yo'lda meni urib, og'iz burnimni qon qilib deb qizingizni apqash ketdi. Ushqanday boranda ketib qoldi. Navod qizingiz o'z roziligi bilan mashinaga chiqqan bo'lsa, qizingizning tulpini mening mashinam tutib qolamda. Qizingizning tulpinida? Shu
Qarang acha, mala sizga yolg'on gap qilib beshingizni qaymoq turib ketdi. Balla qizingizni majburiy mashinaga besib shahar taraf ketdi. Men amal qilolmadim. Endi men o'ylayman siz bir anoga odam. Qizingiz shahar kirib chiqcha, yuzingiz to'kilgan bir ish bo'lib qolsa, ya deymanga qiz bola emasmi? Ansirmasak bo'lmaydi acha. Mashina chiqqan men sizni qog'ozni do'konga bag'ishla deb